Avtomashina olib qochilishi bilan bog'liq jinoyatlarning yuzaga kelishida bosh omil nima ekanligini bilasizmi? Bu transport vositasi egalarining o'z mulklari xavfsizligiga beparvoligidir. Ayrim haydovchilar avtomobildan uzoqlashayotganda kalitni ichkarida qoldirishadi, eshik yoki oynalarni ochiq holatda tashlab ketishadi. Shuningdek, o'g'irlikka qarshi himoya choralarini ko'rishmaydi. Bu esa o'g'rilarning jinoyatiga qulay sharoit yaratadi. Quyida bunga misollarni keltiramiz. Joriy yilning 11-fevral kuni soat 22:55 larda Davlatobod tumanida yashovchi fuqaro viloyat ichki ishlar boshqarmasining 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib, shu kuni o'ziga tegishli bo'lgan Damas rusumli avtomashinasini yashash xonadoni tashqarisida qoldirgan joydan noma'lum shaxs olib qochib ketganligini ma'lum qilib, unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Oq rangdagi qaytaraman. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida fuqaroga tegishli bo'lgan avtomashina Namangan shahar Sardoba mahallasi hududida joylashgan oziq-ovqat bozorining orqa tomonida texnik jihatdan soz holatda qoldirib ketilgani aniqlanib, tegishli tartibda ko'zdan kechirilib, barmoq izlari olingan va protsessual hujjatlar rasmiylashtirilgan. Mazkur holat yuzasidan Davlatobod tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasi 2-qismi A bandi bilan dastlabki tergov harakatlari olib borilib, gumon qilinuvchi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan. Dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Surishtiruv ishlari davomida avtomashinani olib qochgan shaxs avval ham 2 marotaba xuddi shu turdagi jinoyatni sodir etib, Jinoyat kodeksining 267-moddasi bilan sudlangan 2008-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan maktab o'quvchisi ekanligi ma'lum bo'ldi. 13-fevral kuni To'raqo'rg'on tumanida yashovchi fuqaro tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, unda shu kuni o'ziga tegishli Damas rusumli avtomashinasini noma'lum shaxs To'raqo'rg'on tumani Isfahon mahallasi markazi oldida eshiklari qulflanmagan va kalit avtomashinaning o'zida bo'lgan holda qarovsiz qoldirilganligidan foydalanib olib qochib ketganligini ma'lum qilib, avtomashinasini qidirib topishda va noma'lum shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rishda amaliy yordam berishni so'ragan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida ushbu avtomashinani olib qochgan shaxs Namangan shahri Obihayot mahallasi hududida boshqarib borayotgan vaqtida Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Ahamiyatlisi, ushbu mashinani ham yuqorida tilga olingan 2008-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan shaxs o'g'irlagani ma'lum bo'ldi. Men 2024-yilda avtomashina olib qochib, sudlanib, jazoimni o'tab chiqqanman. O'zimga xulosa chiqarmay, yana shu jinoyatni 2 marotaba sodir etdim. Men bu qilgan ishimdan hozirda pushaymonman. Boshqa bu holat takrorlanmaydi. Muqaddam 2 marotaba avtomashina o'g'irlab sudlangan yigit yana 2 marta shu jinoyatni takrorlagani juda ham achinarli. Ota-ona tomonidan vaqtida yetarli darajada berilmagan tarbiya uni qayta jinoyat ko'chasiga kirishiga zamin yaratib bergandir balki. Har qanday holatda ham endi u yana qonun oldida javob berishiga to'g'ri keladi. Hurmatli hamyurtlar, jinoyatchilar uchun eng qulay sharoit haydovchining beparvoligi ekanligini unutmang. Shu boisdan o'z transport vositangiz xavfsizligini ta'minlash uchun quyidagi muhim tavsiyalarga rioya qiling. Avtomobil kalitini ichida qoldirmang. Hatto bir necha daqiqaga tushib ketadigan bo'lsangiz ham uni yoningizda saqlang. Mashina eshiklari va oynalari doim yopiq holda bo'lsin. Hatto tanish joyda yoki o'z hovlingizda bo'lsangiz ham ehtiyotsizlikka yo'l qo'ymang. Xavfsizlik tizimidan foydalaning. O'g'irlikka qarshi zamonaviy himoya vositalari, ya'ni signalizatsiyalar xavfsizlik uchun eng muhimi. Mashinangizni ishonchli joylarga qo'ying. Kuzatuv kameralari mavjud hududlarni tanlang yoki tungi vaqtda yoritilgan joylarda qoldiring. Begona shaxslarga e'tiborli bo'ling. Avtomobilingiz atrofida shubhali shaxslarni payqasangiz, zudlik bilan ichki ishlar organlariga xabar bering. Unutmang, ehtiyotsizlik jiddiy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. O'z mulkingiz xavfsizligi o'zingizning hushyorligingizga bog'liq.